Assalomu alaykum hurmatli Digital Academy talabalari hamda obunachilari. Sizlarni yana bir marta ekran qarshisida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bugungi o'rganadigan dasturimiz PDF fayllar bilan ishlaydigan Adobe Acrobat Reader, ya'ni aynan PDF fayl kengaytmasi bilan ishlaydigan dasturlar. Har doimgidek uni birinchi navbatda o'rnatib olamiz. O'rnatib olishimiz uchun bizning doimiy obunachilarimiz va bizning talabalarimiz juda ham yaxshi biladi. Xavfsizlik tizimini o'chirib qo'yish kerak. Yana bir bor eslatib o'tamiz uni qanday o'chirishni. Ya'ni pastki menyudan bosdik, xavfsizlik qalqonni mana ochildi. Windows 10 da ham 11 da ham bir xil. Parametr защита от virus угрозning upravlение настройкамizga kiramiz hamda o'chirib qo'yamiz hammasini mana. Yoniq turganimiz bizda tayyor. Demak, dasturlar Adobe Acrobat Reader va Adobe Acrobat Pro ni ham ko'rib chiqamiz. Установить Adobe Acrobat video. Da deymiz va jarayon boshlandi. Bu juda ham katta dasturlar, shuning uchun sabrli bo'lamiz. O'rnatilish jarayonida o'rnatib bo'lindi deyarli. Xo'p, uстановить. Agarda iloji bo'lsa, har qanday internet tarmog'idan o'chirib qo'yganimiz ham ma'qul. O'chirdik. Nimaga deysizmi? Endi ortiqcha fayllar tortilmaydi va o'rnatish jarayoni ancha tezlashadi. Endi ancha desam yolg'on bo'ladi, lekin sezilarli darajada tezlashadi o'rnatish jarayonlari. Har qanaqa dasturlar. Bu faqatgina Acrobat Reader yokida o'yinlarga bor. Barcha dastur va o'yinlar xuddi shunday. Internet o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, nisbatan tezroq o'rnatiladi. Bundan chiqib ketib qolaveramiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, professional dasturlar va o'ta og'ir dasturlar shunday uzoq o'rnatiladi. Har holda bizning kompyuterimiz ham tezlik jihatdan yokida nima jihatdan u qadar eski emas. E'tiborlisiz. Uстановка завершена. Готово. Удаление временный файл. O'zini xatolarini tuzatib sal pastroqqa tushib olamiz. Demak, PDF faylimiz o'ngtugma svойства mana ko'rdik. Hamda mana PDF Exchange editor dasturi turibdi. Bizning dasturimiz Adobe Acrobat Reader edi. Zadat по умолчанию qo'ydik. Hamda har doimgidek OK ni emas, Priminit ni bosib o'tamiz. Priminit. OK. Demak, shu dasturimizni ochib ko'ramiz. Xo'p, litsenziya соглашениeni ba'zi holatlarda shunchaki primayoni qiladigan bo'lsa o'tib qoladi, ba'zi holatlarda esa teskari, ya'ni oxirigacha tushirganimizdan so'nggina primay chiqadi. Primay dasturda amalga oshiriladi. Demak, Acrobat Readerning mana Pro, mana Acrobat Pro ni taklif qilyapti. Bizda bu dastur ham bor. Hozir o'rnatib ko'rsatib ham ko'ramiz buni. Nima uchun ushbu dastur boshqa PDF fayllar bilan ishlovchi dasturlar emas, aynan Adobe Acrobatni ishlatishimiz kerak. Acrobat dasturining nomi, Adobe esa bu ishlab chiqaruvchi soft, ya'ni ushbu dasturni ishlab chiqargan korxonaning yoki firmaning nomi. Demak, ketdik. Eksportirovать, ya'ni qayergadir yuborishingiz bunda ko'rib chiqiladi. Создание, ya'ni alternativ olishimiz ham internet orqali. Объединение fayl qiladigan bo'lsak, bir nechta Adobe Acrobat fayllarini bittaga yig'ib olishimiz mumkin. Bunda premium funksiyasi bor.
primda ekan faqatgina. Scan и распознавать. Bu ham xuddi shunday. Jaka, ya'ni qisish. Yana bu xuddi shu narsani aytishyapti. Перебросить PDF kerak emas bizga. Endi bizga mana bu funksiyalar ochiq. Bu ushbu funksiyalar nimani beradi? Bu tanlash, kommentariy qoldirish. Ya'ni mana bu yerga kommentariyni qoldirsak mana chiqadi. Salom. Ushbu matnni tahrirlash zarur. Bu holatlarda ushbu funksiya qachonlar kerak bo'ladi? Qachonki bitta team, ya'ni komanda orqali, jamoa orqali bitta proyektning ustida yoki bitta ishlanmani ustida ish olib boryapsiz. O'sha holatda xato va kamchiliklarni PDFning o'ziga yozib qo'ysak juda ham qulay bo'ladi. Bu narsa ancha vaqtimizni ham tejab beradi. Demak, bu подчеркнутый qayerda mana belgilab qo'y deyapti mana. Mana bu joyda xato bor. Sifatida mana belgilasak belgilab qo'yishaveradi. Рисовать liniya, stroka, ya'ni o'zimiz bilgan mana. Mana bu yerda xato bor. Mana bu yerda xato bor. Kabi ma'lumotlar. Hop, tekst. Tekst, ya'ni tekst yozsak yana qo'yib chiqadi. Qo'shishimiz mumkin. Mana. Salom. Bu yoqqa bemalol qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi krestik. Mana bu xato, bu xato kabi ma'lumotlar qo'yib qo'ysak. Podpis endi bu imzo. Salom mana. Рисовать. Bemalol qo'yishingiz mumkin yoki rasmni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Imzoingizni PDF hujjatga yuborib qo'yishlik. Ya'ni ko'p rahbariyat tarafdan keladi, ariza yuborishingiz kerak bo'ladi, imzoingizni qo'yib bering deyshadi. O'sha holatda yordam beradi ushbu narsa. Mishkani olib bemalol imzo qo'yib berishingiz mumkin bo'ladi. Bu holatda sizning qo'l barmoqlaringizdagi sezgi organlar qanday ishlashini tekshirib ko'rasiz. Demak, ketdik. Deyarli mana shunday holat. Unaqa kattangi narsa emas. Faqatgina bizga bergan PDFda mana 5 tagina nimasan bo'ladi, ustuvorli jihatlar bor ekan. Endi prosini o'rnatib ko'ramiz. Qanday bo'lar ekan prosi. Xo'p. Agar sizning kompyuteringizda PDF fayllar ochmasa yoki PDF fayllar bilan qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, ushbu dasturda opisaniyada bemalol ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Va silkalarni ham qoldirib ketamiz, ya'ni rasmiy ushbu dasturda Adobe ning rasmiy saytlaridan bemalol ko'chirib olishingiz bo'ladi. Demak, Adobe Acrobat Pro va mana boshlandi. Eng yaxshi dasturlardan biri, ya'ni PDF fayllar. Undan so'ng keyingi darslarimizda ABY, ya'ni Fine Reader'ni ustuvor taraflarini batafsil ko'rib chiqamiz. Ya'ni bunga o'xshash. Adobe Acrobatga anchayin yaqin va anchayin o'xshash. Uстановить. Har doimgidek yuqori ta'kidlab o'tganimdek, dasturlar shunday sekinroq o'rnatiladi. 3 sekund qoldi işte. Lekin hali ham davom etyapti. 1 sekund. Mana. Bizning dastur ham u qadar kompyuterimiz ham u qadar sekin ishlaydigan kompyuter emas.
Mana bu holat chiqdi, hech qayg'urmang. Mana ma'lumotlar ketdi. Va nihoyat dasturimiz o'rnatildi. Yana o'sha dasturni ochamiz. Mana turibdi, ya'ni Adobe Acrobat ochildi. Endi o'ng tugma открыть с помощью qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yoqda bizga ko'rinmayapti, o'shaning uchun biz shu tugmani свойствоni изменитni bosdik va Adobe Acrobatni qidirishimiz kerak bo'ladi, Pro'ni. Выберите приложение в этом компьютере deymiz. Va Adobe Acrobatni topishimiz kerak bo'ladi. Negadir bu yoqda yo'q. Orqaga qaytamiz. Tepaga ko'ramiz. Uzr, mana Adobe Acrobat turgan ekan. Umolchani qilamiz. Yana har doimgidek применить. Okey. Endi mana ochamiz. Ko'ramiz. Bundan oldingi ishlar, ya'ni bundan oldingi funksiyalar bizda ishlayaptimi ekan. Demak, eksportirib PDF. Marhamat. Bemalol, ya'ni faylimizni bemalol Wordga, PowerPointga, Excelga yoki-da yana bir muammoni yechimi bor. Bu PDFni hujjatni PDF hujjatimizni rasm shakli format изображения bemalol tushishingiz mumkin yoki другой format, boshqa formatlarga bemalol yuborishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Juda ham keng spektrli. Язык, ya'ni ushbu hujjatingizni sizga doc X hujjatga olib kelib berish mumkin. Язык, ya'ni skaner qilayotganda ushbu hujjatdagi tilni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Жать, ya'ni qisish. Marhamat, один fayl. Hammasini bitta fayl qilamizmi yoki-da PDFdagi har bir varaqni alohida qisib chiqaymi degan ma'lumotni beradi. Menimcha zo'r. Idealniy instrumentlardan bittasi, ya'ni idealniy anchasi bor. Подписать ham bizga ancha-muncha qulay. Mana marhamat. Bu turibdi, рисовать yoki bemalol buni qo'yishingiz mumkin. Mana tushdi. Imzo o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Bizga kerak emas bu. Marhamat. Demak, PDF fayllar bilan Adobe Acrobat Pro, Adobe Acrobatni o'zini o'rganib chiqdik. Yana qanaqa dasturlarda o'rganishni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rishguncha azizlar.